Savol: g'am qayg'uni ketkazish uchun biron duo bormi? Alloh taologa hamd va sanolar, payg'ambarimizga salovat va salomlar bo'lsin. Quyida g'am-g'ussani ketkazish uchun qilinadigan duolarni zikr qilamiz. La ilaha illallohul azimul halim. La ilaha illallohu robbul arshil azim. La ilaha illallohu robbus samawati va robbul ardi va robbul arshil karim. Buyuk, halim Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Buyuk arshning Robbi Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Osmonlarning Robbi, yerning Robbi va sharafli arshning Robbi Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis. Ya hay, mangu tirik zot. Ya qayyum, abadiy turguvchi zot. Rahmating ila yordam so'rayman. Allohu Robbi, la ushriku bihi shay'a. Alloh mening Rabbim, unga hech narsani sherik qilmayman. Allohumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Allohim, men sening qulingdirman. Qulingni bolasiman. Cho'ringni bolasiman. Peshonam sening qo'lingdadir. Hukming mening ustimda joridir. Mening ustimda qilgan qazoyi qadaring adolatdir. Sen o'zingni nomlagan yoki yaratgan mahluqlaringdan birontasiga bildirgan, yoki kitobingda nozil qilgan, yoki sening huzuringda berkitib qo'ygan har bir ismlaring bilan sendan so'raymanki, Qur'onni qalbimning bahori, ko'nglimning nuri, xafaligimni ketkazuvchi va g'amimni aritguvchi qilgin. Imom Buxoriy va Imom Muslimning sahih to'plamlarida Ibn Abbos radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: La ilaha illallohul azimul halim. La ilaha illallohu robbul arshil azim. La ilaha illallohu robbus samawati va robbul ardi va robbul arshil karim. Duoning ma'nosi: buyuk halim Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Buyuk arshning Robbi Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Osmonlarning Robbi, yerning Robbi va sharafli arshning Robbi Allohdan o'zga haq iloh yo'q deb duo qilar edilar. Sahih Buxoriy 6152, Sahih Muslim 2730-hadis. Anas ibn Malikdan rivoyat qilinadi. U kishi aytdilar: Nabiy sallallohu alayhi va sallamni biror ish tashvishga solsa, u zot: Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghis. Ya'ni ya hay, mangu tirik zot, ya qayyum, abadiy turguvchi zot. Rahmating ila yordam so'rayman derdilar. Sunan Termiziy 3524-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahihul Jami' 4777. Asma bint Umays radhiyallohu anhodan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga: senga musibat vaqtida yoki musibatda aytishing uchun kalimalar o'rgatib qo'yaymi? Allohu Robbi, la ushriku bihi shay'a. Alloh mening Robbim, unga hech narsani sherik qilmayman dedilar. Sunan Abu Dovud 1525-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Sahih Abu Dovud 1525. Abdulloh ibn Mas'ud radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qaysi bir bandaga g'am-g'ussa yetsa-yu, u Allohumma inni abduk, ibnu abdik, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madin fiyya hukmuk, adlun fiyya qada'uk. As'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsak, aw 'allamtahu ahadan min khalqik, aw anzaltahu fi kitabik, أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي desa, Alloh u bandaning g'amini va mahzunligini ketkazib, o'rnini yengillikka
shodlikka almashtirib qo'yadi dedilar. Musnad Ahmad 3712-hadis. Hadis hukmi sahih. Manba Tahrijul Awasim val Qawasim 6-mujallad 272-bet. Duoning ma'nosi: Allohim, men sening qulingdirman, qulingni bolasiman, cho'ringni bolasiman, peshonam sening qo'lingdadir. Hukming mening ustimda joriydir. Mening ustimda qilgan qazoyi qadaring adolatdir. Sen o'zingni nomlagan yoki yaratgan mahluqlaringdan birontasiga bildirgan yoki kitobingda nozil qilgan yoki sening huzuringda berkitib qo'ygan har bir ismlaring bilan sendan so'raymanki, Qur'onni qalbimning bahori, ko'nglimning nuri, xafaligimni ketkazuvchi va g'amimni aritguvchi qilgin. Qur'oni Karimda va sahih sunnatda kelgan boshqa duolarni o'rganish uchun sahifamizdagi kitoblar bo'limiga tashrif buyurishingiz va u yerdan 100 duo kitobini yuklab olib, undan foydalanishingiz mumkin. YouTube foydalanuvchilari kitob bog'ichini video ostidagi tavsif yoki izohlar bo'limidan, Telegram va sahifamiz foydalanuvchilari web sahifamizning kitoblar bo'limidan yuklab olishlari mumkin.